Assalomu alaykum. Demak, birinchi darsimiz nima? Birinchi darsimiz demak flow algoritmini o'rnatib olganimizdan keyin nimalar qilamiz? Demak, asosiy menu file edit bu hamma programmaga o'xshash bo'ladi va mana bu tugma run tugmasi deyiladi. Shu tugma bilan ishlatamiz. Bu chap tarafda kod yozilayotgan qism, o'ng tarafda esa natijalar chiqarilayotgan qism. Demak, birorta kodni qanday yozamiz? Birinchi kod yozish uchun strelkani ustiga bossak, natijalar kelib chiqadi. Birinchi qilayotgan ishimiz biz output degan funksiyani o'rganamiz. Output bu buyruq, demak chiqarish degan buyruqni chiqarib beryapti. Output bilan qanday ishlaymiz? Output birorta xabar chiqarmoqchi bo'lsak, birinchi dasturchilar har doimgidek hello world salom dunyo xabarini yozib qo'yadi. Demak, shuni yozib qo'yamiz. Demak, hozir bu dastur ishlayapti. Demak, chiqar outputga demak dasturga buyruq beryapmiz. Chiqar hello world degan so'zni deb aytyapmiz. Run qilib ko'ramiz. Run qilib ko'rsam, demak, mana natija pastga hello world ko'rinishda chiqyapti. Agar yana bitta xabar xuddi shuni aytsam, world qo'sh tirnoq ichida olaman, har doim output ichiga qo'sh tirnoq ichida yoziladi. Demak, yana bir marta ishlatsam, endi hello world va salom so'zlari mana ketma-ketlikda chiqarib beryapti. Agar men birorta ikkita so'zni bir vaqtga yozmoqchi bo'lsam, ajratib turib, boshqa shaklda va belgisini qo'yishim kerak. Bu va belgisi mana shift 7 tugmalari bilan chiqadi. Boshqa kompyuterlarga boshqacha bo'lishi mumkin. Salom hay degan chiqarib qo'ydim. Ishlatdim buni. Ishlatib ko'raman. Salom hay ko'rinishda chiqdi. Agar so'zlar qo'shilib qolayotgan bo'lsa, o'rtasiga ozroq joy tashlab qo'yish kerak. Mana bu tarafdan joy tashlaganimiz ahamiyati yo'q. Qancha joy tashlasak ham hisobga olmaydi. Demak, men salomdan keyin ozgina joy tashlab qo'ydim. Okni bosdim. Yana qayta ishlatib ko'raman. Endi o'rtasiga joy bor. Endi yana asosiy o'tayotgan narsalarimizdan biri declare degan. Declare bu nima edi? Declare'ni chiqarib olganimizdan keyin har doim o'zgaruvchi degan narsa bor. Hamma dasturlash tilida bizda hozir bu yerda 5 ta o'zgaruvchi turi bor. Integer butun sonlar uchun, real haqiqiy sonlar, only kasrlar kiradi bunga. Hamma sonlar uchun kiradi. String matnli ma'lumotlar, boolean bu mantiqiy operator, ikkita turi bor, false va true. Va array massivlar, listlar, uzun sonlar yoki uzun matnlarni saqlash uchun ishlatiladi. Demak, birorta dastur qilmoqchi bo'lsak, declare bilan yaratib qo'yishimiz kerak. Misol uchun bizdan veb-saytlarga kirayotgan payt ismimizni so'raydi. Ismimizni kiritganimizdan keyin xush kelibsiz degan xabar chiqaradi. Shu xabarni chiqarib ko'raylik. Birinchi o'rinda ism degan o'zgaruvchi yaratib oldim va ism degan o'zgaruvchiga qo'sh tirnoq qo'yilmaydi. Demak, ismni kiritishda xabarni aytib qo'yishimiz kerak. Ismingiz nima? Yoki ismingizni kiriting deb yozib qo'yaman. Ishlatdim. Ismingizni kiriting degan xabar chiqdi. Demak, ishlatib ko'raman shu joygacha qanday ishlayapman. Ismingizni kiriting degan xabar chiqyapti, lekin mana bu pastda biz yozayotgan narsa yo'q. Buni yozish uchun input outputni teskarisi inputni qo'shib qo'yishim kerak. Inputga biz yaratgan o'zgaruvchi nomini yozib qo'yaman. Demak, ism yaratildi va ism kiritayotgan joy paydo bo'ldi va shu ismni endi o'zlashtirib olaman. Nima qilaman? Saytga kirgan payt xush kelibsiz deb yozaman. Ozgina joy tashlab va belgisi va shu ismni chiqarib bersin. Ishlatib ko'ramiz. Ishlatsak, ismingiz nima? Ali. Bu yerda xatolik bo'ldi. Xatolik sababi biz aytdik, integer raqamlar uchun edi. Demak, raqamlar bo'lganligi uchun ishlamaydi. Har doim o'zgaruvchini o'z ma'nosiga qo'yishimiz kerak. Demak, stringga qo'yib olaman. String matnli. Realga ham, booleanga ham boshqasiga ishlamaydi. Demak, yana bir marta ishlatib ko'raman. Ali. Endi xush kelibsiz Ali deb chiqarib beryapti. Demak, birinchi dasturimiz oddiygina, demak, declare o'zgaruvchi yaratyapti, output bilan xabar chiqaryapmiz, input bilan shu kiritayotgan joyni paydo qilyapmiz.